Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 16-18 asrda Germaniya imperiyasi mavzusini davom ettirib, shu haqda ma'lum qilamizki, butun 17-asrda Germaniya yerlari qo'shni davlatlarga qo'g'irchoq bo'lib qoldi. Uning Reyn daryosining so'l qanoti g'arbiy hududlarini Fransiya, jumladan Strasburg shahrini va uning atrofidagi ko'mir havzalarini Fransiya egallab oldi. Undan tashqari Germaniya nihoyatda tarqoq bo'lib, sanoat nihoyatda sust rivojlangandi. O'sha yillari faqat Germaniyaning katta ishi 1683-yilda Vena ostonasida Usmonli turk armiyasini to'xtatdi va o'zining bu g'alabasi bilan Markaziy va G'arbiy Yevropani va ularning xalqlarini Usmonlilar zulmidan saqlab qoldi. 17-asrning oxirlariga kelgan paytda Germaniya yerlarida asosan ikkita knyazlik kuchaydi. Bular biri Avstriya knyazligi va ikkinchisi Brandenburg knyazligi edi. Avstriyada Gabsburglar sulolasi, Brandenburgda esa Gogensolnerlar hukmronlik qilar edi. Ayniqsa 17-asrning oxirlariga kelgan paytda Prussiya gersogligi ancha kuchaydi va 1701-yilda buning asosida zaminida Prussiya qirolligi tashkil topdi. Brandenburg knyazi Friedrix I nomi bilan Prussiyaning qiroli bo'ldi. 1740-1786-yillarda Friedrix II davrida Prussiya mutlaq monarxiyaga aylandi va butun keyinchalik nemis yerlarini rivojlantirib, yagona Germaniya imperiyasini tuzishda asosiy rol o'ynadi. Bu haqda keyingi mavzularimizda davom ettiramiz. Shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.